Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday muhim, shunday dolzarb mavzu haqida gaplashamanki, bu har birimizga bevosita taalluqli. Bugungi kunimizda internet va aloqa nafas olgandek tabiiy holga aylangan. Lekin elektr ta'minotida uzilishlar bo'lganda yoki sharoiti og'ir hududlarda yashayotganlar uchun bu hasratga aylanadi. Kimdir qishloqda yashaydi, kimdir shaharning chekka hududida, kimdir esa elektr toki o'chganda darhol butunlay uzilib qoladi. Men bu muammoga chek qo'yadigan, sizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim yangilikni olib keldim. Bu shunchaki bir taklif emas, bu tasdiqlangan rasmiy dastur bo'lib, u sizga hatto svet bo'lmaganda ham bepul internet va aloqani ta'minlaydi. Ha, siz adashmadingiz. Bepul internet va aloqa svetsiz. Hozircha ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki siz hozir eshitadigan ma'lumotlar siz uchun haqiqiy najot bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? An'anaviy internet va mobil aloqa xizmatlari deyarli butunlay barqaror elektr ta'minoti va keng qamrovli infratuzilmaga bog'liq edi. Siz, masalan, uyingizda optik to'lali internetdan foydalansangiz ham, agar mahallangizda elektr toki uzilsa, modemingiz ham, Wi-Fi ruteringiz ham ishlamay qolardi. Mobil operatorlar ham o'z navbatida bazaviy stansiyalarni elektr energiyasi bilan ta'minlashga muhtoj edilar. Bu esa shahar markazlarida unchalik muammo tug'dirmasa ham, qishloq joylarida, tog'li hududlarda yoki infratuzilmasi yaxshi rivojlanmagan joylarda doimiy bosh og'rig'i edi. Ko'pchilik uchun aloqa xizmatlari narxi ham jiddiy to'siq bo'lib kelgan. Masalan, bir o'rtacha oila uchun oyiga 1000 so'm internet uchun ajratish ba'zan qiyinchilik tug'dirgan. Elektr ta'minotidagi uzilishlar ayniqsa qish mavsumida odamlarni tashqi dunyodan butunlay uzib qo'yardi. Bu nafaqat shaxsiy muloqot uchun, balki shoshilinch vaziyatlarda yordam chaqirish, tezkor ma'lumot olish uchun ham jiddiy to'siq edi. Qishloq joylarda yashovchi fermerlar o'z mahsulotlarini sotish uchun bozor narxlaridan bexabar qolib, faqat an'anaviy yo'llarga tayanib kelishgan. Talabalar onlayn ta'limdan foydalanish uchun katta qiyinchiliklarga duch kelishardi. Chunki ularning hududida na sifatli internet bor edi, na elektr ta'minoti barqaror edi. Xo'sh, endi nima o'zgardi? Hukumatimiz tomonidan raqamli O'zbekiston keng qamrovli dasturi doirasida yangi inqilobiy tashabbus elektr ta'minotisiz barqaror aloqa loyihasi tasdiqlandi. Bu loyiha umumiy foydalanish va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, hattoki elektr energiyasi bo'lmagan joylarda ham minimal darajada bo'lsa-da, aloqani ta'minlashni maqsad qilgan. Bu tizimda asosan bir nechta muhim texnologiyalar birlashtiriladi. Birinchidan, juda kam quvvat sarflaydigan terminal qurilmalar, ikkinchidan yo'ldosh orqali asosiy magistral aloqa, xuddi Starlink kabi tizimlarning mahalliy analoglari. Uchinchidan, kichik quyosh panellari va uzoq muddat ishlaydigan batareyalar to'plamlari. To'rtinchidan, jamoaviy mesh tarmoqlar. Bu shunchaki bir va'da emas, balki aniq bir strategiya asosida ishga tushirilayotgan. Bosqichma-bosqich butun mamlakat bo'ylab joriy etiladigan fuqarolarimizning farovonligini oshirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Endi elektr toki o'chsa ham, siz tashqi dunyodan uzilib qolmaysiz. Muhim ma'lumotlarni olish va uzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keling, endi bu dastur haqida nimalarni bilishingiz kerakligini, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Bu dastur doirasida taqdim etiladigan internet xizmati barchaga birdek mutlaqo bepul emas. Balki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun juda katta miqdorda subsidiyalanadi yoki butunlay bepul taqdim etiladi. Asosan, bu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, qishloqning eng chekka hududlarida yashovchilar, nogironligi bor shaxslar va ayrim ta'lim muassasalari kabi guruhlarni qamrab oladi. Loyiha doirasida sizga maxsus apparat, kichik o'lchamli foydalanuvchi terminali, unga ulangan kichik quyosh paneli va uzoq muddat ishlaydigan batareya to'plami taqdim etilishi mumkin. Bu qurilmalar juda kam energiya iste'mol qiladi va asosan quyosh energiyasi yordamida yoki kichik hajmdagi batareyalar bilan bir necha kun davomida uzuk ishlashga mo'ljallangan. Masalan, bir o'rtacha terminal to'liq quvvatlanganda elektr ta'minotisiz 7000 soatgacha uzluksiz aloqani ta'minlashi mumkin. Hozirda dastur mamlakatning eng chekka va elektr ta'minotida uzilishlar tez-tez uchraydigan hududlarda bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Aloqaning barqarorligi va elektr tokisiz ishlashi asosiy ustuvor vazifa.
Bu tizim orqali asosan elektron pochta, tezkor xabarlar almashinuvi, Telegram, WhatsApp, muhim axborot saytlari, ovozli qo'ng'iroqlar va SMS xizmatlari ta'minlanadi. Katta hajmdagi videolarni yuklab olish yoki 4K formatda onlayn filmlar ko'rish uchun mo'ljallanmagan. Kimlar xavotirlanishi kerak? Avvalo, bu dastur haqida bexabar qolgan va uning imkoniyatlaridan foydalana olmayotganlar. Ikkinchidan, favqulodda vaziyatlarda faqat an'anaviy aloqa provayderlariga tayangan kishilar. Agar sizda boshqa aloqa kanallari yo'q bo'lsa, ushbu tizim siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Uchinchidan, infratuzilmasi nochor hududlarda faoliyat yuritayotgan kichik biznes egalari. Ular elektr ta'minotidagi uzilishlar tufayli o'z mijozlari bilan aloqani yo'qotishadi va biznesini rivojlantirish imkoniyatini boy berishadi. Masalan, bir kafe egasi elektr toki yo'q paytda onlayn buyurtmalarni qabul qila olmasa, katta yo'qotishlarga uchraydi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Agar sizda allaqachon barqaror va tezkor internet mavjud bo'lsa, shuningdek elektr ta'minotida uzilishlar yuz berganda avtonom elektr generatori yoki kuchli UPS qurilmangiz bo'lsa, sizga ushbu dasturning bepul xizmatlari unchalik zarur bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, dasturning asosiy benefitsiarlari toifasiga kirmaydiganlar ham. Ular bepul internetga ega bo'lmasligi mumkin, lekin subsidiyalangan arzon tariflarda aloqani ulash imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalsak. Birinchi misol, Surxondaryo viloyatining Sarsiyo tumanidagi Qoraqamar qishlog'i. Bu qishloq tog'li hududda joylashgan bo'lib, u yerda elektr ta'minoti juda beqaror edi. Hatto haftada bir necha kunlab svet o'char edi. An'anaviy mobil aloqa ham juda sust ishlardi. Qishloq aholisi doimiy ravishda tibbiy yordam olishda, farzandlari esa ta'lim olishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Elektr ta'minotisiz barqaror aloqa dasturi doirasida bu qishloqqa ahvota xonadonga mo'ljallangan jamoaviy aloqa punkti tashkil etildi. Har bir xonadonga kam quvvatli terminal va kichik quyosh paneli berildi. Endi qishloq aholisi, masalan, tibbiy maslahat olish uchun tuman markaziga borishga majbur emas. Haftasiga o'rtacha 2-3 marta telemeditsina orqali shifokorlar bilan bog'lanib, o'z salomatliklari haqida ma'lumot olishmoqda. Bolalar esa onlayn ta'lim resurslaridan foydalanib, darslarini o'zlashtirishmoqda. Bu qishloqning hayot sifatini tubdan yaxshiladi, chunki ular endi tashqi dunyodan uzilgan emas. Ikkinchi misol, Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi 7 ming yoshli Gulnoraya. U yolg'iz yashaydi va telefon zaryadi tugab, elektr toki uzilganda butunlay aloqasiz qolib, juda xavotirlanardi. Bu holat uning psixologik holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Dastur orqali Gulnora ayga maxsus subsidiyalangan favqulodda aloqa qurilmasi berildi. Bu qurilma o'zining ichki akkumulyatori bilan 48 soatgacha uzluksiz ishlay oladi va telefon zaryadi yo'q bo'lsa ham yaqinlari bilan SMS orqali bog'lanish imkonini beradi. O'tgan qishda shahar bo'yicha elektr ta'minotida uzilishlar bo'lganda, Gulnora aya bu qurilma yordamida nabrasiga qo'ng'iroq qilib, o'zining ahvoli haqida xabar berdi va tashqi dunyodan muhim yangiliklarni oldi. Bu uning xavotirlarini sezilarli darajada kamaytirdi. Uchinchi misol, Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi kichik fermer xo'jaligi. Bu yerda ishlaydigan fermerlar an'anaviy bozorlarga borib, mahsulotlarni sotishga majbur edilar. Elektr ta'minotidagi uzilishlar tufayli internetdan foydalanish deyarli imkonsiz edi. Dastur doirasida fermer xo'jaligiga kam quvvatli internet terminali o'rnatildi. U kichik quyosh paneli orqali kuniga 10 soatgacha uzluksiz ishlay oladi. Endi fermerlar onlayn platformalar orqali o'z mahsulotlarining bozor narxlarini kuzatib, hatto shahardagi do'konlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatib buyurtmalar olishmoqda. Bu ularning savdosini 15-20% ga oshirishga yordam berdi va ularga yangi bozor imkoniyatlarini ochdi. To'rtinchi misol, Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidan kelgan, Toshkentdagi universitetlardan birida tahsil olayotgan talaba Alisher. Uning oilasi kam ta'minlangan bo'lib, mobil internet uchun har oy pul sarflash Alisherga og'irlik qilardi. U ko'pincha darslarga kerakli ma'lumotlarni yuklab olishda muammolarga duch kelardi. Elektr ta'minotisiz barqaror aloqa dasturi doirasida Alisherga bepul internet paketi taqdim etildi. Bu paket har oyda 7 gigabayt yuqori tezlikdagi trafikni o'z ichiga oladi. U asosan ta'lim resurslaridan foydalanishga yo'naltirilgan, shuningdek 2 gigabayt umumiy foydalanish uchun beriladi. Endi Alisher darsdan so'ng kerakli ma'lumotlarni osongina yuklab oladi va onlayn kutubxonalardan bemalol foydalanadi. Bu uning o'qishiga katta yordam berdi. 5-misol,
Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yuz bergan tabiiy ofat, kuchli sel. An'anaviy aloqa tarmoqlari ishdan chiqqanida mahalliy qutqaruv xizmatlari o'zaro aloqa qilishda jiddiy muammolarga duch kelishardi. Elektr ta'minotisiz barqaror aloqa tizimi doirasida har bir mahalliy favqulodda xizmat nuqtasiga mustaqil aloqa qurilmalari o'rnatilgan edi. Sel tufayli elektr ta'minoti uzilganda ham bu qurilmalar quyosh panellari va batareyalar hisobiga ishlayverdi. Natijada qutqaruvchilar bir-birlari bilan va markaziy shtab bilan doimiy aloqada bo'lishdi. Zarur ma'lumotlarni tezkor almashishdi va qurbonni kamaytirishga muvaffaq bo'lishdi. Bu tizimning favqulodda vaziyatlardagi samaradorligini yaqqol ko'rsatib berdi. Endi esa ushbu dasturning ba'zi bir istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlari haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizga ortiqcha tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi. Istisnolar yuqorida aytib o'tganimdek, bepul internet hamma uchun emas. Bu xizmat asosan ma'lum ijtimoiy toifalar uchun mo'ljallangan. Bularga kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, pensiya yoshidagi yolg'iz keksalar, chekka qishloq joylarda yashovchilar, shuningdek o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari kabi davlat xizmatchilari kirishi mumkin. Agar siz ushbu toifalarga kirmasangiz ham tushkunlikka tushmang. Siz dasturning subsidiyalangan tariflaridan foydalanishingiz mumkin. Bu tariflar bozor narxlaridan ancha arzon bo'lib, barqaror va elektr ta'minotisiz ishlay oladigan aloqani ta'minlaydi. Masalan, oddiy iste'molchi uchun oylik 2000 so'mlik paket endi 20-25 ming so'mga tushishi mumkin. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. 1. Cheklangan tezlik va imkoniyatlar. Bu bepul internet deganda siz yuqori tezlikdagi, cheksiz trafikli internetni kutmasligingiz kerak. Bu asosan elektron pochta, tezkor xabarlar, ovozli qo'ng'iroqlar, davlat xizmatlari portallari va ta'lim resurslari kabi eng zaruriy aloqa ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. 4K videolarni onlayn ko'rish, og'ir fayllarni yuklab olish yoki professional o'yinlarni o'ynash uchun bu tizim mos kelmasligi mumkin. Bu internetning maqsadi favqulodda aloqani ta'minlash va asosiy ehtiyojlarni qondirish. Misol uchun, siz onlayn mahsulot sotish bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkor bo'lsangiz, bu internet sizga xabarlarni almashish va buyurtmalarni qabul qilish uchun yetarli, lekin katta hajmdagi mahsulot kataloglarini yuklash uchun qiyin bo'lishi mumkin. 2. Qurilmani o'rnatish masalasi. Sizga taqdim etiladigan foydalanuvchi terminali va quyosh paneli ko'pincha o'zingiz o'rnatishingizni talab qiladi. Uning o'rnatish jarayoni murakkab emas, lekin ba'zi bir texnik ko'nikmalar talab qilishi mumkin. Masalan, panellarni quyosh nuri yaxshi tushadigan joyga joylashtirish, terminalni to'g'ri yo'naltirish kabi. Agar o'zingiz o'rnatishga qiynalsangiz, maxsus xizmatlar yoki mahalliy texnik yordamchilar yordam berishi mumkin. Ammo bu qo'shimcha xarajat talab qilishi mumkin. Bu xizmatning narxi odatda 50 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Tarqatilishning bosqichma-bosqichligi. Bu dastur birdaniga butun mamlakatni qamrab olmaydi. Bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Shuning uchun sizning hududingizda tezda ishga tushmasligi mumkin. Sabri bo'lish kerak. Hukumatning rasmiy portallarida yoki mahalliy hokimiyat organlarida sizning hududingiz qachon navbatga kiritilgani haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 4. Noto'g'ri ma'lumotlar va firibgarlik. Ehtiyot bo'ling. Bepul internet degan so'zlar firibgarlarning e'tiborini tortishi mumkin. Faqat rasmiy davlat portallari, mahalliy hokimiyat organlari va tasdiqlangan aloqa provayderlari orqali ma'lumot oling va ariza topshiring. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni shubhali saytlar yoki shaxslarga bermang. Dastur doirasida sizdan hech qanday oldindan to'lov talab qilinmaydi. 5. Qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatish. Har qanday texnik qurilma singari bu terminallar ham vaqti bilan texnik xizmat ko'rsatishga muhtoj bo'lishi mumkin. Batareyalar ma'lum muddatdan keyin o'z resursini tugatishi mumkin. Panellar tozalashni talab qilishi mumkin. Bu xizmatlarni taqdim etuvchi markazlar mavjud bo'ladi. Ammo ular uchun ba'zan to'lov talab qilinishi mumkin. Masalan, batareyani almashtirish xarajatlari 2 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. 6. Ma'lumot cheklovlari va adolatli foydalanish siyosati. Bepul bo'lishiga qaramay, ma'lumot cheklovlari va adolatli foydalanish siyosati mavjud bo'ladi. Masalan, ta'lim resurslari va davlat xizmatlari uchun cheksiz trafik berilishi mumkin, lekin ijtimoiy tarmoqlar yoki video kontent uchun ma'lumot cheklovi mavjud bo'lishi mumkin. Bu resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash uchun qilingan. Misol uchun, sizga oyiga 1 gigabayt umumiy trafik, qo'shimcha ravishda esa ta'lim
va davlat xizmatlari uchun 7 giga ajratilishi mumkin. 7. Jamoaviy tarmoqlar ayrim hududlarda ushbu loyiha individual foydalanuvchilar o'rniga bir nechta xonadonlarga mo'ljallangan jamoaviy aloqa punktlari shaklida joriy etiladi. Bu degani bir nechta qo'shnilar birgalikda bitta terminaldan foydalanishi mumkin. Bu resurslarni tejash va qamrovni oshirishga yordam beradi. Bunday holda qo'shnilar o'zaro kelishib, tarmoqdan foydalanish qoidalarini belgilashlari kerak. Xo'sh, endi siz bu bepul internet va aloqa xizmatiga qanday ulanishingiz mumkin? Aniqlik kiritish uchun men sizga qadam-qadam ko'rsatmalar beraman. Eng qadam muvofiqligingizni tekshiring. Avvalo, siz yuqorida aytib o'tilgan imtiyozli toifaga kirishingizga ishonch hosil qiling. Buni aniqlash uchun quyidagi rasmiy manbalarga murojaat qilishingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali portal.ok.uz. Bu yerda elektr ta'minotisiz barqaror aloqa bo'limini toping. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Mahallangiz raisi yoki kotibiga murojaat qiling. Ular sizni ro'yxatga olishlari yoki tegishli ma'lumotni berishlari mumkin. O'ztelekomning hududiy bo'limlari yoki aloqa xizmatlari markazlari. Kerakli hujjatlar: pasport nusxasi, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma, propiska. Agar mavjud bo'lsa, kam ta'minlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi. Agar siz davlat xizmatchisi bo'lsangiz, ish joyingizdan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 2 qadam: ariza topshirish jarayoni. Huquqingiz tasdiqlangach, ariza topshirishingiz kerak. Bu ikki usulda amalga oshirilishi mumkin. Onlayn ariza portal.ok.uz orqali shaxsiy kabinetingizga kirib, elektron ariza shaklini to'ldiring. Barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va to'liq kiriting. Hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklashingiz kerak bo'ladi. Jismoniy ariza: mahalla fuqarolar yig'iniga yoki O'ztelekomning eng yaqin filialiga tashrif buyuring. U yerda sizga maxsus ariza blankasi beriladi. Uni to'ldirib, kerakli hujjatlar nusxalarini ilova qilib topshirishingiz kerak. Ariza berishda o'z telefon raqamingizni va yashash manzilingizni to'g'ri ko'rsatganingizga ishonch hosil qiling, chunki sizga shu orqali javob beriladi. 3 qadam: qurilmani qabul qilish va o'rnatish. Arizangiz ko'rib chiqilib, tasdiqlangach, sizga qurilmani qayerdan olish kerakligi haqida xabar keladi. Odatda bu pochta bo'limi, O'ztelekom markazi yoki maxsus taqsimlash punktlari bo'lishi mumkin. Qurilmani qabul qilib olgach, uni o'rnatish bo'yicha batafsil yo'riqnoma beriladi. O'rnatish jarayoni asosan juda sodda. Kichik quyosh panelini quyosh yaxshi tushadigan joyga, tomga, balkon derazasiga o'rnatish, kabel orqali terminalga ulash va terminalni uy ichiga joylashtirish. Agar siz o'rnatishda yordamga muhtoj bo'lsangiz, arizangizda bu haqda ko'rsatishingiz mumkin. Bu holda mutaxassislar kelib qurilmani o'rnatib berishlari mumkin, lekin bu xizmat uchun qo'shimcha to'lov talab qilinishi ehtimoli bor. 4 qadam: xizmatni faollashtirish. Qurilma o'rnatilgandan so'ng uni faollashtirish kerak. Bu juda oddiy jarayon. Terminalni yoqing, qurilmaga berilgan sim kartani joylashtiring. Agar kerak bo'lsa va yo'riqnomada ko'rsatilgan bir necha qadamni bajaring. Ko'pincha faollashtirish avtomatik tarzda yoki maxsus SMS xabari orqali amalga oshiriladi. Shundan so'ng siz aloqadan foydalanishni boshlashingiz mumkin. 5 qadam: qo'llab-quvvatlash va o'qitish. Dastur doirasida foydalanuvchilar uchun maxsus o'quv materiallari, video yo'riqnomalar va ishonch telefonlari tashkil etilgan. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki qurilma bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, ushbu manbalarga murojaat qilishingiz mumkin. Ishonch telefoni raqamlari odatda sizga beriladigan hujjatlarda ko'rsatilgan bo'ladi. Agar siz yozma ariza topshirishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, oddiygina quyidagi matnni namunaviy qilib olishingiz mumkin. Hurmatli murojaat qilayotgan tashkilot nomi: men ism familiya otasining ismi yashash manzilinida yashayman. Muvofiqligingiz sababini ko'rsating. Masalan, kam ta'minlangan oila a'zosi, nogironligi bor shaxs. Chekka qishloq fuqarosi sifatida elektr ta'minotisiz barqaror aloqa dasturi doirasida bepul subsidiyalangan internet va aloqa xizmatiga ulanishni so'rayman. Shaxsiy ma'lumotlarim, pasport seriyasi va raqami, telefon raqami. Ilgari to'lovsiz aloqa yo'qligi sababli qisqacha muammongizni bayon eting. Masalan, tibbiy xizmatlardan foydalana olmayapman. Farzandlarim onlayn ta'lim ola olmayapti. Biznesim rivojlanmayapti. Arizamni ko'rib chiqishingizni va ijobiy hal etishingizni so'rayman. Hurmat bilan, imzo sana. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu dastur shunchaki bir yangilik emas, balki mamlakatimizda raqamli infratuzilmani rivojlantirish
va har bir fuqaroga aloqa imkoniyatini yaratish yo'lidagi ulkan qadamdir. Bu imkoniyatdan foydalaning, chunki u sizning hayotingizni yanada qulay va xavfsiz qilishi mumkin. Eng muhimi, endi elektr toki o'chsa ham siz tashqi dunyodan uzilib qolmaysiz. Muhim ma'lumotlardan bexabar qolmaysiz. Bugungi videoda aytilgan barcha ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu haqida o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu dastur haqida ilgari eshitganmidingiz? Undan foydalanishni rejalashtiryapsizmi? Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Zira biz doimo siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha